Hiloldan bitta narsada hamma yoqqa hisob kitob deydi. Savdogarlik, tadbirkorlik nima desa bo'ladi? Hisob kitobni yaxshi ko'radi deydi. Shunaqa. To'g'rimi? Ha. Masalan, hozir bu salkam 600 ta qo'ydi boqishga bir kunlik nima desa bo'ladi? Yegan ichganiga rasxoti. Menyusi. Menyusini aka. Aytib o'tsangiz, nimalar beryapsiz? Mana shu hamma qo'yimizga kuniga 1 tonna silos beramiz aka. To'xtab turing. 1 tonna silos. Uka, bitta kalkulyatorga bir yordam qiling. 1 tonna silos 800 ming, ha? Misol, ana. Aytavering. Hop, 150 kilo makka beramiz. 150 kilo makka endi где-то bir 3000 dan bo'lsa, 450 ming bo'ladimi? Boring 500 ming yozing. Ha. Keyin 100 kilo arpa beramiz aka. 100 kilo arpa, uni ham 350 ming yozing. Ana. 100 kilo kepek ketadi aka. 100 kilo kepek, 300 ming yozing uni ham. 300 ming, xo'p. 10 ta beda pres beramiz, maydalanmaganini. Ha, 10 ta beda pres. Demak, 50 mingdan olganingizda hozirgi kunda 500 ming bo'ladi. Endi bitta hisoblab aytib bering-da bizga. 2.450 ming bo'lyapti. Uni endi siz bu 600 ta qo'yga shuni yegizyapsiz. Ha, shuni yegizaman. Buni demak bo'ling 600 taga. Mana bitta matematika chiqarib qo'yaylik-da. Nech puldan bo'lyapti? 4000 so'mdan aylanyapti. Bir kunlik ratsioni, ha? Ha, bitta qo'yga 4000 so'mda. Bitta qo'yga 4000 so'm ratsion aylanyapti. Sot bo'ladi. Xo'p, to'g'ri gapingiz. Bu qo'yni misol hozir boring 200 kun boqadigan bo'lsangiz, 200 kun. Aha. 200 kun boqsangiz 8000 so'm minadi. To'g'rimi? 800 ming so'm. 800 so'm minadi. Endi xolis bu qo'yni 3,5 million oling misolda, o'rta narxda 3,5 million oladigan bo'lsangiz, 800 ming minadigan bo'lsa 4 million 300 ga tushyapti. Lekin bu 200 kundan keyin salkam 6 oy, 6,5 oydan keyin to'g'risi bir 55 kilo, 60 kilolik qo'chiq